Sichqonlar haqida top 7 ta qiziqarli ma'lumotlar. Sichqonning dumi shu darajada uzunki, butun tanasining 60% ni tashkil etadi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, sichqonlarning yer yuzida 130 dan ortiq turi bor. Yugurganda sichqonning tezligi soatiga 13 kilometrgacha yetadi. Bundan tashqari sichqonlar suzishga ham ustasi farang. Bir kecha kunduzda sichqon 3 ml suv ichadi. Agar 1-2 hafta suvsiz qolsa, o'lim topadi. Sichqonlar qorin to'ydirishga ovqat topa olmaganda sovun, sham, hatto kiligacha yeb bitiradi. Bir yilda sichqonlar 14 marta bolalaydi. Har tuqqanda 3 tadan 12 tagacha sichqonchalarni dunyoga keltiradi. Sichqonchalar ko'r va yungsiz holatda dunyoga keladi. Oradan 10 kun o'tgachgina yung paydo qiladi. Tug'ilgach oradan 4 kun o'tib ko'zlari ko'ra boshlaydi. 21 kundan so'ng ota uyni tark etib, mustaqil hayot boshlaydi. Yovvoyi tabiat qo'ynida sichqonlar 1,5 yilgacha umr ko'radi.